$2300 do'stlar kambag'alni boyqaladi, cho'ntagini to'ldiradigan zavodskiy traktor. Yurishiga bitta baho berasizlar. Qaranglar. Hoppa. Gaz berish qarang. Zo'r tarada do'stlar. Yangilangan versiyasi bo'ladi. Bitta o'chirib qo'yamiz buni. Yangilangan versiya bo'ladi do'stlar. Atagina soatiga 800 gram salarka rasxod qiladi do'stlar. Bemalol 1 gektar yerda maza qilib haydab borsa bo'laveradi. Yo, 1 soatda 1 gektardan ko'p haydaydimi? 1 soatdan 1 gektardan ko'p haydaveradi. Ko'p haydaydi. Eng zo'ri qani? Qaranglar do'stlar, $2300 ga nima-nimasi beriladi. Mana shu do'stlar mini traktorimiz bo'ladi. Yangilangan versiya, balon oldiga orqaga chiqarib kirgiziladi. Balon katta bo'lgan bo'ladi. Freza flugi do'stlar komplektini ichida bor. Agar siz poya o'rug'ida jatga qo'shtirib olaman, birovlar komplekt qildirib olaman deydigan bo'lsangiz, bu mexanizmi bor do'stlar. Bemalol ustanovka qilsangiz bo'ladi. Buni o'zi do'stlar $650 bo'ladi. Endi do'stlar qaranglar, agar hammasini bitta qilib olaman, necha pulga beramiz? $3000 ga beraveramiz. 3000 ga. 3000 ga beraveramiz. 3000 ga do'stlar zavodskiy traktor. Yangilangan versiyada orqasidagi do'stlar oldingi versiyasi bo'ladi. U ham zo'r, bu undan ham takomillashtirilgan. Suv datchi, yog' datchi, juda ko'p qo'shimchalar qo'yilgan. Videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, vodiyda biz, ya'ni Farg'ona, Marg'ilonda do'stlar Xudo xolasa ukalarimiz oldin kombinat bozorida ish qilishardi, endi hozir addini qilinyapti. Aslamli joylari do'stlar Qo'qon shaharda, bular Xitoydan birinchi qo'l o'zlari olib kelishadi. Traktorda eng kichkinasi mana shundan boshlanadi do'stlar, $2300 dan xohlasangiz $2000 ga ham qilib berishaveradi. Eng kattalari do'stlar katta fermerlar ishlatadigan traktorlargacha bor. Bundan tashqari bahor kelyapti do'stlar, motobloklarni ham do'stlar eng arzon narxda qilib berishadi. Ukaxon keling, buni endi bitta tushuntirib bering. Bu o'zi nima bilan ishlaydi? Haqiqatda 800 gram bilan 1 gektarda yoki undan oshiqda 1 soatda haydab yuboradimi? Bu salarka bilan ishlaydi. Radiatorlari ham bor. Ikkitalik dinamlar qo'yilgan, akkumulyator o'rniga. Radiator bor, qaynab ketmaydi. Radiator qaynab ketmaydi. Antifriz suv bilan soviydi akalar. Bunda hozirda signallari ham qo'yilgan. Signali bor. Oldingi partiyada signallar bo'lmagan. Inshalari ikkitalik oldinga bitta jatga qo'yish uchun inshalari qo'yib ketilgan maxsus o'zida. Zo'r do'stlar. Qaranglar, jatga qo'yish uchun qo'yib ketilgan. Bundan keyin quyon toshbaqa tezligi ham bor. Quyon toshbaqa tezligi va ikkita balonni qo'shib ajratadigan ham yangicha qo'yilgan akalar bunga. Ya, qo'shib ajratadi ya'ni. Bitta balonni qo'shadi, ikkinchi balonni ajratadi. Ikkala qo'shib qo'yadi, ikkalasini ham qo'shadi keyin. Gap yo'q, zo'r. Undan tashqari hozir komplektda jatga bo'lmaydi-yu, freza flukni qo'shib berasiz. Freza ikkitalik plyugni qo'shib beramiz. Gap do'stlar, qaranglar, ikkitalik. Undan tashqari bunisi ham bu trupoq maydalaydigan komplekt ichida bor. Bu orqa tarafidagisi. Buni o'zi biladi, fermer akalar. Endi qaranglar, bahorda misol Rossiyadan keldingiz, qishda sovuq bo'lib ketdi, qaytib keldingiz, yoningizda 3000 plyus bor. Nima qilishni bilmayapsiz. Do'stlar, bitta oladiganimiz tirikchilikdan yorib yuborsangiz bo'ladi. Adashmasam, bir sotigini do'stlar 45 ming yoki 50 mingdan haydashadi. Bitta uyga kirganingizda bo'lmadi deganda 100 ming so'm bilan chiqib ketasiz. Soatiga do'stlar aytilganda 800 gram salarga. Sizga unaqa bu rasxodi ham ko'p bo'lmaydi. Kechqurun yer haydalamanmi deydiganga, do'stlar qaranglar, old tarafida faralari, поворотниklari, dinam ikkita akkumulyatorda kattasidan qilingan. Undan tashqari orqa tarafida ham do'stlar o'zini faralari bor. Kech paytdan bemalol haydasangiz bo'laveradi. Bu masliniy nasos-a bu? Masliniy, vozdixi masliniy bo'ladi. Motorga ham o'tkazmaydi. Gap yo'q, zo'r. Gap, hozir bu necha otkuchi bu? 18 ta otkuchi, 11.05 Zubur bo'ladi. Zuburda bilasizlar do'stlar, Zubur motor kuchli bo'ladi. Undan tashqari, agar jatkasini o'zini olaman, sen nech pul qilib beramiz? Jatkasini o'zini olaman desa $600 ga qilib beraveramiz. $600 ga qilib beraveramiz. Komplekt bo'ladigan bo'lsa do'stlar, hamma yo'qni yig'dirib olaman, siz 3000 bo'ladi. Xolasiz oldingi varianti bor. Bundan bitta ikkita narsa, bunga yangilik qo'shilgan do'stlar. Buni 2000 qilib beraveramiz-a buni. 2000 buni 2000 qilib beraveramiz. Bunda datchiklari bo'lmaydi, signal bo'lmaydi. Bunda vozdixlari bezmaslinli bo'ladi. Bezmaslinli. Lekin qolgan tarafi hammasi bir xil. Hammasi bir xil motor. Bu orqasi ham o'zi ko'tarib, o'zi tushiradi, bunisini. O'zi ko'tarib, o'zi tushiradi. Keyin bunda ham bitta xususiyati bor. Remi orqali buni suv nasos qilib ishlatsa ham bo'ladi. Suv nasos qilib? Suv nasos qilib ishlatsa ham bo'ladi. Gap yo'q do'stlar, suv nasos, ya'ni bu haliga zakindan suv olib dalaga tashlasa ham bo'laveradi. Katta suv tashlab beraveradi. O'shanda ham 800 gram bilan 1 soat suv tashlab beraveradimi? Shunaqa. Gap yo'q. Zo'r, akalar. $2300 xohlasangiz freza flugi bilan olinglar. Komplekt yig'dirib olaman deydigan bo'lsangiz $3000 ga oldin jatkasi bilan qilib berishadi. Poya o'roqda ham darsas o'rasida sog'ani qilaverasiz. Undan tashqari xonadonga, menga sal pulim ozroq deydiganlarga qaranglar. Motobloklar bu rasxod umuman kam bo'ladi. Dijeyni juda ko'p ona soqa qilyapti. Orqasiga bitta aravacha qildirib olyapti. Vazirlatib yuribdi. Orqasiga shuni tishini sovib olyapti, borganda taqib olib yerda haydayapti. Qarang, eng kichkinasi nech puldan boshlanadi? Eng kichkinasi akalar 3 million so'mdan boshlanadi. 3 million so'mdan. Eng kattasi ichkarida turibdi. U ham Zuburdiki. Bu ham Zuburda 11.00 da bo'ladi. Motori lekin bir xil bo'ladi, 11.05 bilan.
U bartovoyli varianti bo'ladi. Bu bartovoyli. U narxi necha pul? Buni narxini 20 million so'm qilib beramiz. 20 million qo'yib beriladi. Lekin do'stlar, u ham umuman boshqa narsa. Ko'rib turganlaringda bunga qaranglar. Bu ham motoblokmi bu ham? Bu ham motoblok. Bu asosan malinalar, kichkina joylarda haydashga mo'ljallangan bu. Chotki, zo'r. Xullas batta motoblok, undan tashqari do'stlar, ba'da mana kasalkalar bor. Terak vaqti kelyapti, bahorda ekish kerak, divizionani qilish kerak. Ketmon cho'rak qilib ko'ylab yurmaysiz, bitta sug'urib chiqqaningizda do'stlar, bitta terangiz ekilib ketaveradi. Bu eshikdan kiradigan bo'lsangiz, jodilar, ko'rganlaringiz xili bor. Do'stlar, bular o'zi aslonoy do'stlar olib kelib tarqatadi ham, optim berishadi ham. Aytib o'tganimdek, Glavniy joy Qo'qonda bet Marg'ilonga filial qilib ochildi. Endi Marg'ilonliklar, Farg'onaliklar Qo'qonga borishadi. Do'stlar, mana shu yerda o'zidan olsalaring bo'ladi. Qo'qon narxi bir xil. Qo'qon narxi bir xil. Dashundan ham chip chut berasiz. Joy yangi ochilgan sunnatga qilib berasiz. Bu aytganimiz do'stlar, Zubrzi 11:00 nechi? 11:00 eng fulli, baquvvati, eng bartovoyligi shu bo'ladi. Bartovoyligi gap yo'q. Ular bu ham bor-ku, mangalatvoradi. Orqasida mana bunday o'tiradiganlari bor. O'tirib olib, bishinani qilib mana bag'dan nimasi bor. Lekin bitta flukni qo'yasizda, vazirlatib haydab yuborsangiz bo'laveradi. Shaqalatadi xullas. Mana endi mana bunaqa narsalari bor. Oyog'i tankli bo'ladi do'stlar, loy joylarda yurgani moslangani bo'ladi. Mana bunisi ham bag'da mana do'stlar, motoblokda sal kattaroqlari bor. Xullas, batta mini tegirmonlar bor do'stlar. Undan tashqari hali hozirgi kunda qo'y boqadigan, mol boqadigan akalarda eng sevimli narsasi. Ponni xitoyliklar videosini ko'ryapsizlarmi? Shuni olib turib, mana shilankasini bitta makkaga tashlab so'rdirib turib, hali un qilib chiqarayotgan o'sha mana shu narsa bo'ladi. 100 ga bitta olib bering, chorvangiz bo'ladigan bo'lsa, maza qilasiz. Buni qarang, nasatkalari ichida bo'ladi. Un qilib chiqarib beradi. Siz bug'doyingizni ham, makkangizni ham. Vashi zo'r narsa do'stlar. Bu mini tegirmon bu. Bu mini Xolasa, un qilib chiqaradigani ham bor. Un qilib chiqaradi. 100% un qilib beradi. Narigi yorma kepa darajasiga keltirmaydi va o'zi tortib beradi u. O'zi tortadi. O'zi tortadi. Do'stlar, vakuum bu o'zi tortadi. Bu tomonda endi videoda oxirida ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Divizor, suv nasos, to'k ko'paytirib beradigan stabilizator invektorlar, mo'ychichi akalarimizga Suxoy tumanida apparatlari, gilon yuvuvchilarga do'stlar, apparatlar, pena apparat, kashr apparatlari, pilisos. Tevada mana do'stlar yaqinda sezon keladi. Dori apparatni 900 ming so'mdan aksiya qilib qo'yishibdi. 900 mingdan bemalol olib orqa qancha rasxod qiladi bu? Bu 300-400 gramm soatiga. 1 litr. Xullas 2 litr bilan kunda o'tkazsa bo'ladi. Bemalol. 2 litr bilan 500 ming topadigan do'stlar apparatimiz bo'ladi. 2 kunda pulni chiqarib oladigan bo'ladi. Mana do'stlar, divizor yangilik narsa ekan. Nima desa bo'ladi? Bitta stakan 150 gramm, 200 gramm bo'ladi. Bir stakan benzin bilan 1 soat do'stlar siz uchun ishlab beradi. 1,5 kilovat tok chiqaradi bu. 1,5 kilovat tok chiqaradi. Shunchalik ovozsiz bo'ladi. Bag'da do'stlar mana xudo xolasa qaqirli akalarimizga suv nasoslarni kattasi glubinliklari oladigan bo'lsalaring do'stlar, maza qilib ishlatadiganlar bo'ladi. Qaqirda o'zi ko'pchilik yaxshi biladi, hatto suv ko'p topishadi. Xullas do'stlar, pastda nomer qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Mo'ljalga keladigan bo'lsa, Farg'onada Marg'ilon shahar soliq inspeksiyasining to'g'risida bu tomonda petkallash, bu tomon do'stlar stansiyaga ketish yo'lni bo'yida xudo xolasa do'stlar yangi ochildi. Keladigan bo'lsalaring kanalni nomidan chiqsalaring do'stlar, skidcha qilishyapti, arzon narxda qilib berishadi. Bitonchi akalarimizga mishalkalar, motoblok do'stlar ko'rganlaringda kompressor, divizor. Xullas do'stlar, qaranglar. Mana shu yerda ko'rib turgan hamma narsalarni xudo xolasa do'stlar arzon narxda sotib olsalaring bo'ladi. Optim Xitoydan olib keladiganlarni videosini qilyapmiz. Manzilda do'stlar tushuntirib o'tdim. Kommentariyaga videoda orqacha ko'rganlar izohingizni qoldirib keting. Xudo xolasa ishonchli ma'lumot bo'ldigan umidamiz. Sog' bo'linglar.